Nima bo'ldi? Kimdir tomda yuribdi. Qizalog'im, yana uyquda yuryapsanmi? Eshityapsizmi? Hech nimani eshitmayapman. Qizalog'im, endi soat tungi 3 bo'ldi. Yana nima? Bilmasam, tomda kimdir yuribdi deyapti. Qadam ovozi eshitildi. Albatta. Qo'ng'iroqchalar ham jarangladi. Max, bas qil. Ammo men uni eshitdim. Iltimos, o'zing buni hal qil. 3 soatdan keyin turishim kerak-ku. Qizalog'im, yura qol. Joyingga borib uxlaymiz. Kechki ovqatdan keyin boshqa shirinlik yema, xo'pmi? Shunda yomon tush ko'rmaysan. Ammo oyijon, bu tush emasdi. Rostdan ham tomda ovozlar eshitildi. Sekinroq gapir, akang uyg'onib ketadi. Hech kim menga ishonmayapti. Qizalog'im, shunchaki tom g'ichirlayotgandir. Bilasanmi, ba'zida yumron qoziq yoki olmaxon tomga chiqib oladi. Bu Qorbobo edi. Ishonchim komil. Menimcha kim u yerda bo'lganini bilaman. Kim? Qorboboni elflari. Elfmi? Yangi yildan oldin Qorbobo o'z elchilarini yuboradi, tomlarning xavfsizligini tekshirib ko'rish uchun. Masalan, Tomlar bug'ularni ko'tara oladimi, yo'qmi? Bo'lmasa tomdan tushib ketishi va uyda iz qoldirishi mumkin. yanachi. Mo'rini ham o'lchashadi. Qorboboni katta qorni u yerga sig'armikan deb. Axir yozgi ta'tilda ko'p shirinlik yeb qo'ygan bo'lishi mumkin. Xuddi dadamdekmi? Ha, xuddi dadangdek. Elflar uchun ozgina shirinlik va sut qo'yamizmi? Agar hozir sen uxlasang, pastga tushib ularga shirinlik qo'yaman. Xo'pmi? Ko'chani eshigini yopishni yana unutibsan. Oilamiz xavfsizligini o'ylasang yaxshi bo'larmidi? Aytgancha, qizing oshxonada elflar va Qorbobo uchun shirinlik qoldirdi. Qizimiz turgunicha ularni yeb qo'yishing kerak. Hoy. Buni albatta turganingda hal qil. Uyqudan turganimdami? Jane, men hali uxlaganim yo'q. Sen gapirishdan to'xtamasang, men qanday qilib uxlayman-a? Buni o'zim hal qilaman. Rahmat, janob Grinch. Qorbobo? Timmy, uyg'on! Qorbobo keldi. Timmy, Qorbobo archa tagiga sovg'alar qo'yapti. Tinch qo'y meni, Judy.
Judi, senga nima deyapman? Azizim, nima qilyapsan? dahshatga soluvchi 3. Besh yil avval
Dispetcher, bu yerda boshi yo'q jasad. Erkak kishinikiga o'xshaydi. Barcha bo'limlarga yetkazaman. Kod 1004. Dispetcher, bu yerda kimdir bor. Yordam qachon keladi? Bir nechta brigada yo'lga chiqqan. Mahkamroq ushla. Kema bir daqiqada osmonga ko'tariladi. Barcha mijozlar va tashrif buyuruvchilar ro'yxatdan o'ting. Shef, ket bu yerdan! Kema yonyapti! Sen tezroq pastga tush. Sharqiy bo'limda nimadir bo'lganga o'xshaydi. Aloqa tugadi. Og'ayni, men hojatxonadaman. Shundaymi? U holda orqangni artib, tezda pastga tush. Iltimos, yordam bering.
Menikidan ancha yaxshi chiqibdi. Men ham qon surmoqchi edim, ammo keyin tozalash kerakligini o'ylab qilmay qo'ya qoldim. Sizni suratga tushirsam degandim. Instagramga qo'yib qo'yaman. Jidilsin. Judayam chiroyli ayol eding. Endi esa hech kim seni yaxshi ko'rmaydi. Chiroyli. 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 Hozirgi kun. Quyoshli vodiy reabilitatsiya markazi. Salom. Salom. Jiyanimni olgani kelgan edim. U bemoringiz bo'ladi. Ismi nima? Show, Sienna Show. Grek amak. Ha, ana o'zi. Salom. Salom. Ishlaring qalay? Yomon emas. Sen ko'rganimdan xursandman. Hoy, ko'rinishingga gap yo'q. Yo'q, menga ber. Qani? Rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, ketdikmi? Yo'q, avval qog'ozlarimni olishim Ha. kerak.
ancha katta bo'lib qoldi. Hozir hammasi yaxshi. Judayam. Xuddi senga o'xshagan. Qaysar va shaddod. Faqat sen haqingda gapiradi. Borganingda senga tinchlik bermasa kerak deb qo'rqaman. U seni judayam sog'inganda shunga hammasi joyida bo'ladi. Men ham uni sog'indim. Salom. Biz keldik. Xo'sh. Kim bor? Siena! Ehtiyot bo'l. Salom. Salom. Salom, Gap. Buni qara, katta bo'lib qopsan, qachon ulgurding? Boshqa meni buncha ko'kka tashlab ketma. Ketmayman. Hech qachon. Yuzing yaltirab ketibdimi? Bu shakar, pishiriq qilyapman. Yordamlashasanmi? Gap Siena endigina keldi-ku. Biroz o'ziga kelib olsin, xo'pmi? Yaxshi. Jonim bilan yordamlashaman. Seni ko'rganimdan xursandman. Men ham. Yaxshi yetib keldingizmi? Rahmat. Xonani ko'rsataymi? Bora qol, keyin gaplashamiz. Yura qol. Bo'pti, keyin ko'rishamiz. Yaxshi. Yana qo'lini uzib olma. Tayyormisan? Ha. Xudoyim. Xudoyim. Xuddi ertakka tushib qolgandekman. Yoqdimi? Oyim bilan hamma yerni ta'mirladik. Ranglarini o'zim tanladim. Ajdar bilan sehrgarlarni yaxshi ko'rishingni bilaman. Menga yoqdi. Rostdan-a? Ha, albatta. Bu axir dunyodagi eng zo'r xona-ku. Gapirishga til ojiz. Mana bu ham senga. Gaps. Sienaga. Qondosh opam bo'lmasang ham seni yaxshi ko'raman va judayam sog'indim. Sensiz hayotim zimistonga aylandi. Bu yilgi Rojdestvo bayramimiz kulgi, hazil va quvonchga boy bo'ladi. Chin yurakdan Gapi. Hali oyga uchishga ulgurmadik. To'ppa-to'g'ri. Qog'ozdan yasalgan kichkina raketamiz. Eslaysanmi? Albatta hammasi esimda. Kela qol. Binolarni buzish. Xudoyim. Buncha qorong'u bo'lmasa. Pichirlashini-chi. Ha, zimiston. Voy la'nati. Kalamushdan qo'rqasanmi? Ular beozor. Judayam. Yaxshimisan? Kuni bilan g'alati bo'lib yuribsan. Bunaqa uylarni yomon ko'raman. Xuddi buzayotganimizdan ularni jahli chiqayotgandek. Ey xudo, nima sen afsonalarga ishonaman demoqchimisan? Qanday afsonalar? 90-yillarning boshida bu shaharda bir manyak ancha bolalarni o'g'irlab o'ldirgan. U bolalar jasadini shu uyning yerto'lasiga yashirgan. Hozir hamma bu uyni la'natlangan deydi. Ustimdan kulyapsanmi? Rosa kulgili. Vah! Halta qilib qo'yay deding-a? Bo'ldi. Hazilni chetga surib ishga tushamiz. Men yerto'la bilan birinchi qavatni qarayman. Ey ovsar.
o'zi yomon. Uni yoqtirasan deb o'ylagandim. Doim o'g'il bolalarni chizasiz. Doim o'g'il bolalarni. Sen nohaqsan. Qizlarni ham chizaman. Masalan, mana bunisini qara. Bu qiz bola. Ammo u super qahramonmas. Menga Blastermendan ham kuchli qizni suratini chizaman degandingiz. Esizdami? Va'da bergandingiz-a? Barmoqlarda. Kechir qizalog'im. Bilasanmi nima? Shu komiksni tugatishim bilan sen uchun maxsus surat chizib beraman. Kelishdikmi? Ha. Ha. Xo'sh bo'pti. Endi uxlaymiz. Sisi. To'xtachi. Sen uchun bir sovg'am bor. Masxarabozlar qahvaxonasida shisha rezervuarda o'zimga keldim. O'pkam muzdek suvga to'la edi. Bu na tush va na xayolot edi. Menga ber. Begonalar o'qishi mumkin emas. Bu meni kundaligim va faqat men uni o'qishim mumkin. Tushunarlimi? Tushunarli. Qanaqa qahvaxona edi? Bu juda qo'rqinchli joy. U haqida o'ylashni ham istamayman. Endi faqat yaxshi narsalar haqida o'ylaymiz, xo'pmi? Yaxshi. Qo'ng'iroq. Qani chiqa qol tezroq. Jirkanchligini. Bu nima balo bo'ldi o'zi? Kimdir bormi? Chin ursin. Ey! Tirikmas shekilli. O'lgan. Ey, Jackson! Hoy, kim bor? Hoy! Buni turqini qara. Badbasharaligini. Ey Xudoyim, o'zing asra. Denis! Denis! Hey! Hey! Denis! Tez bu yoqqa kel. Bo'la qol. Tez bo'l. Tirikmisiz?
Menimcha yana shirinlik pishirishimiz kerak. Hammasini yeb tugatibmiz. Judayam mazali. Ha, gapirma, judayam mazali chiqibdi. Ha, aytgancha, yaqinda Yangi yil yarmarkasi. Men chiroqlarni ko'rib kelgan bo'lardim. Men ham Yangi yil yarmarkasini juda yaxshi ko'raman. Gap, unga tikilaverma. Bu yaxshi emas. Nima? Undagi chandiqlar menga yoqyapti. Gabi, Qo'yavering, hammasi joyida. yo'q, joyida emas. Bunday qilib bo'lmaydi. Ular juda zo'r deb o'ylayman. Bilasanmi, unga o'zingnikini ko'rsatsang bo'lardi. Ko'rdingmi? Haqiqiy chandiq. Qayerda qilding? Yozgi ta'tilda velosipedda yiqildim. Shundoqqina singan shisha ustiga. Ha, 7 ta ip tushdi-ya. Rosa qon ketdi. Go'shtigacha kesilib ketgandi. Bo'ldi, Yana- yetarli. Boshqa gaplarni gaplashaylik. Stol ustida qon va chandiqlar haqida eslamaylik. Rosa qon ketdi. Bo'ldi, bas. Bu juda ham jirkanch. Ba'zi birovlar Qorboboga ishonmay qo'yganidan beri Yangi yil o'z sehrini yo'qotdi. Qachondan beri? 8 yoshimdan beri. Qo'y senchi, ancha katta eding. Yo'q, shunchaki sizlarni xafa qilmaslik uchun buni gapirmagandim. Oho. Shundoq ham har yili sovg'alarni qayerga yashirishini bilaman. Ha, chunki sen kichkina ayg'oqchisan. Ha, sen buni shunchaki qidirmaysan, sinchkovlik bilan izlaysan. Guruchni Ha, nima? uzatvoring. Ular yaxshilab yashirishmasa ayb menda emas-ku, to'g'rimi? Ular gilam tagida polda yashirilgan edi. Iltimos, guruchni uzatvoring. Ularni ochib, yana qaytadan o'rab joyiga qo'yishdan ham uyalmas. O'xshatsa ham mayli edi. Yana! Agar guruchni uzatmasang, hech qayerga ketmayman. Iltimos, guruchni uzatvorasanmi? Sena. Hoy, Sena. Seni deb men shu ahvolga tushdim, tushunarlimi? Seni va o'sha ahmoq ukangni deb. Men tirik emasman. Chunki sen meni o'ldirding. U doim ana shunday qiladi. O'z onangni ham qotili sensan. Ha, mayli. Olinglar. U juda yoqimtoy ekan. Sienna, yaxshimisan? Ha. Sena. Birortayam dori meni yo'q qilishga majbur qila olmaydi. Sen qotilsan. Qani endi menga guruchni uzatvor. Guruchni uzat. Guruchni uzat. Guruchni uzat. Guruchni uzat. Guruchni uzat. Hozir so'rayman. Ha, mayli. Tezroq, keyin sirli shirinliklarni ochamiz. Hoy, uygachi nima taqalatishni o'rgatishmagan? Kechirasizlar. To'xta. Oh. Bizni tanishtirmaysanmi? Shu tanish bu Miya. Salom. Aytgancha u seni muxlising. Muxlis emasman, ahmoq. U Miles O'g'riga masxarabozning hikoyasiga qiziqadi. Haqiqiy jinoyatlar haqidagi barcha hikoyalar singari. Sen u uchun Ahamiyat yulduzsan. berma. U doim shunaqa. Salom. Tanishganimdan xursandman. Salom. Sen haqingda hammasini bilaman, ya'ni internetdagi ma'lumotlardan demoqchi edim. Ko'p yillardan beri Art masxaraboz bilan uchrashuvdan keyin tirik qolgan yagona inson. Ko'rdingmi? Muxlising dedim-ku. Bore. Undan dastxat olish esingdan chiqmasin. Rostini aytsam, senga bir iltimosim bor. Men va xonadoshim haqiqiy jinoyatlar haqida Instagramda loyiha tayyorlaymiz. Uning nomi Graven Image. Miles okrugidagi fojia haqidagisi esa muxlislarimizga juda ham yoqadi. Uni ko'pchilik tomosha qiladi. Bizning mehmonimiz bo'lishga nima deysan? Men aslida bunday narsalar bilan shug'ullanmayman. Xudoyim, Miya, o'sha voqealarni u eslashni istaydi deb o'ylaysanmi? Ularning hammasini unutib yashashda davom etmoqchi. Shundaymi shu? Tushunaman, ammo men o'ylagandimki, ancha vaqt o'tganidan keyin ko'pchilik sening hikoyangni yana o'zingdan eshitishni istaydi. Ha, mayli. Iltimos. Ha, o'ylab ko'raman. O'ylab ko'rarkan. Yaxshi. Shu ertaga Yangi yil oqshomiga kelasanmi? Qo'ng'iroqqa javob berishim kerak uzr. Albatta. Qizing qilyaptimi? Tanishganimdan xursandman, Miya. Men ham. Ey Xudoyim, do'stim zudlik bilan sevib qolish kerak. Salom. Salom. Ishlaring qalay?
Ishlarim yaxshi. Hozirgina darsdan chiqdim. Juda yaxshi. Men Jess xolamnikiga keldim. Ha, 2 soat bo'ldi. Ovozingni eshitish juda ham maroqliki. Seni juda ham sog'indim. Men ham. Hammasi joyidami? Ha, albatta. Senga qo'ng'iroq qilganimning sababi yangi yilni birga o'tkazishimizdan xursandman. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ha, shunday. Men buni juda ham kutyapman. Ha. 1-2 kundan keyin uchrashamizmi? Uchrashguncha. Seni yaxshi ko'raman. Men ham seni. Sen yaxshimisan? Yaxshiman. Shunchaki yangi dorim boshqacha ta'sir qilyapti. Ba'zida ko'nglimni aynitadi. Menga ijod yetishmayapti. Seni yordaming kerak. Xo'sh, ozgina o'xshayapti. Ko'rsam maylimi? Ozgina kutib tur. Ko'rinishing ajoyib bo'ladi, chiroyli chiqyapti. Senga aytsam, xuddi ertaklardagi malikalardeksan. Endi yanoqlaringga ozgina elflarni bo'yoqdan qo'shamiz. Ko'zlaringni yumchi, qani? Bilasanmi, sen professional vizajist bo'lishing mumkin edi. Katta rahmat. Bu menga juda ham yoqardi. Ko'zlaringni och. Juda yaxshi. Endi lablaringni bo'yaymiz. Yuzdagi chandiqlaring qayerdan? Yana shuni so'rayapsanmi? Urushganman. Sen yutganmisan? Ha, yutdim. Boshingni ko'tarchi. Endi esa shunday qil. Ana bo'ldi. Endi o'zingni ko'rishni istaysanmi? Ha. Qoyil. Juda ham chiroyli bo'pti. Chunki o'zing chiroylisan. Rasmga olib qo'y. Olyapman. Bizni ham uchirasanmi? Meni ham uchiradi. Klaus xonim meni o'ldiradi. Meni eski xotinim o'lgan. Qo'shoqlik qilmang. O'zim uchira qolib. Xafa qilmasang yoqadi-da. Qaytamiz, zerikib qolmagin. Qo'shoqlik qilmang. Menga ham yoqmadi.
Yangi yil nimaga kerakligini bilaman. O'libos katta imkoniyatlar berar ekan-a? Buni sizga aytganmidim yo'qmi? Men doim ko'ngilochar sohada faoliyat olib borganman. Hozir qorboboman, avval esa Elvis edim. Jononlar atrofimda girdi kapalak bo'lishardi. Lavlin. 80-yillar bo'ldi, oldik. Lavlin mensiz. Voy, xudoyim. Nima qilyapsan? Xudoyim, qo'pol. Qani tur. Bu masxarabozga qarang. Seni do'stingmi, Edi? Bunaqa do'stni dushmanga ham ravo ko'rmayman. Bo'pti, qo'yaver. Hammasi joyida. Men axir qorboboman. Bayramda hammaga quvonch ulashishim kerak. Salom. Salom. Kel qol, hammasi joyida. Kel. Salom. Ha. Men o'shaman. Xuddi o'zi. Qorbobo bu seni muxlising shekilli. Hey, libosni qayerdan olding? Nima, shahrimizga sirk keldimi? Oy. Do'stim sekinroq. Qulog'imni uzib olasan-ku. Soqol ham o'zimniki. Yopishtirilmagan o'zimniki. Agar qorboboning soqoli bo'lmasa, demak u haqiqiy emas. Qopingda nima bor? Hozir ko'rsatar ekan. Nima ekan u? Odatda qopimda sovg'alarni men olib kelaman. Nima? Bu juda zo'r-ku. Zo'r. Bo'ldi, bas Bu qil. yigitcha menga yoqib qoldi. Rost gapiryapman. Buni joyiga qo'y. Kel o'tir yonimizga. Qorbobo seni mehmon qiladi. Masxaraboz, sen menga yoqyapsan. Mana shular senga yoqadi deb o'ylayman. Ha, albatta, rahmat. Hamma yoq tinch. Endi mazza qilib gaplashamiz. Charchagan bo'lsang kerak-a? Yo'q, meni hozirgi holatim Qanday? sog'lardek. Quloq sol, o'zimni seni o'rningga qo'yib ko'rdim deya olmayman. Chunki bu hisni tushunmayman. Ko'z oldimga ham keltira olmayman. Ammo va'da beraman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Judayam oyimga o'xshab ketdingiz. Dadam tirikligida u muloyim va mehribon edi. Ko'p gaplashardik. Ha, u juda ham yaxshi edi. Ammo juda og'zi shaloq edi. Ha, shunaqa. To'g'ri aytasiz. Bilasanmi? 6-sinfimizda u o'qituvchimizni megajin degan. Bunday gaplarni qayerdan o'rgangan bilmayman, ammo uyimizda hech kim unaqa emasdi. Uni judayam sog'indim. Juda. Bilaman, azizam. Bilaman. Men ham uni sog'inyapman. Voy qorbobo, u senga o'xshamoqchimi? Masxaraboz qorbobo. Menga qara, senga yarashdi. Faqat kir qilma, o'zimga qaytirasan. Axir sen qorboboning qora ro'yxatiga tushishni istamaysan-ku. Qorboboga nima sovg'a istayotganingni ayt. Xushbo'yatir. Yana aytamizmi? Qani hammaga qo'y, qani bo'la qol. Hujjating bormi? Qo'ysang-chi endi, yosh bolaga o'xshamaydi. Tushunsang, deb ishimdan ayrilishni xohlamayman. Masxarabozni ustidan kulma. Bu seningcha to'g'rimi? Unda xafa bo'lma, yigitcha. Ana ko'rdingmi? Hammasi joyida. Morris Jackson? Hoy, Edi, juda ezding-ku, ha? Qo'y endi. Mayli, bugun yangi yil-ku. Ana, endi yangi do'stim uchun aytamiz. Morris Jackson uchun. Morris Jackson uchun. Oldik. Bu nimasi? Nima qilyapsan? Esiniga deyma. U seni mehmon qildi. Sen esa unga tupuryapsan. Voy, bunday qilib bo'lmaydi. Ha, juda yomon qilding. Bunday qo'pol bo'lish yaramaydi. Masxaraboz, qani uzr so'ra.
eshitmayapman. Voy la'nati! Nima qilyapsan bema'ni? La'nati ustimdan kulyapsanmi? Iflos, hozir shu basharangni bejab qo'yaman. Jin o'lgur, la'nati. Iflos, buni qara. Yaxshilikni bilmagan maraz. Kiyimni raso qilding iflos. Ertaga endi qanday ishlayman? Ol buni, endi esa yo'lingdan qolma. Yana gaping bormi seni? Kiyimimni raso qildi, tozalab bersin. O'zingni bos. Bo'ldi gapirma. Aytgandim senga, uni kiritmaslik kerak deb. Smoki, bu yerni tozalab tashla. Qo'ysang-chi, kiritmaslik kerak edi. Mehmon qilding-ku. Bo'ldi, joyingda o'tir. Bo'ldi, la'nati. Ozgina ichib olib, bu yerda meni boshimni qotiryapsiz. Gapga tushunmaydiganga o'xshaydi. Yana tag... Voy la'nati. Eydi, Smoki. Ey xudo. Smoki. Ey xudo. Yo'q. Ey xudo. Yo'q janob. Kerak emas janob. Kerak emas. Iltimos. Barcha gaplarim uchun sizdan uzr so'rayman janob. O'ylamay gapirib qo'ydim. Mana oling. Ha, bu sizga juda yarashadi. Rostdan, oling, hammasini oling. Siz qorbobo bo'lasiz. Axir siz bilan hamkasbmizku. Siz va men esingizdami? Biz bir kasb egasimiz, umumiy ish bilan shug'ullanamiz. Esingizdami? Insonlarga xursandchilik ulashamiz. Xursandchilik. Yordam bering. Iltimos, yordam bering. Hoy, meni eshityapsanmi? Yordam bering. Bu kulgili emas. Hech kim kulgili emas. La'nati masxaraboz. Iltimos, meni qo'yib yubor. Iltimos qilaman. Ey xudoyim. O'zing menga yordam ber, xudoyim. Masxaraboz, bas qil. Iltimos. Ko'rinishing juda yaxshi. Senga yarashibdi. Ajoyib, juda ham yaxshi. Endi ketsam maylimi? Iltimos sendan. Endi sen qorbobosan. Qorbobo! Yordam bering. Yordam bering. Oy, kim bor? Ey xudo, bu yana nima balo? Ey xudoyim, ey xudo. Masxaraboz, menga qara. Men haqiqiy qorbobo emasman. To'xta. Gapimni eshit, iltimos. Mening ismim bor, haqiqiy ism. Men oddiy insonman. Men Charles Johnsonman. Hoy, meni xotinim bor, 2 ta bolam bor. Iltimos, yo'q. Kerak emas. Masxaraboz, iltimos. Yo'q, unday qilma. 4 ta nabiram bor. Ularning ismlari Brian Davis. Yo'q.
ancha yaxshi. Gabi uning kayfiyatini ko'tara oldi menimcha. Hatto ozgina kuldi ham. Ha, Gaybi, u ajoyib qiz. Sienani ortidan qolmayapti. Bu meni xavotirga solyapti. Ertaga yangi yil liboslari uchun do'konga borishmoqchi. Ikkalovimi? Siena Jonatanga sovg'a olmoqchi. Menimcha bunga hali vaqtli. Hammasi yaxshi bo'ladi. Jess, bugun hech nimani sezmadingmi? Menga unga nimadir bo'layotgandek tuyuldi. Ehtiyot bo'lishimiz lozim. Ahvoli yomonlashsa-chi? Uni tashlab qo'ya olmayman. O'zi endi tuzalishni boshlagan bo'lsa. Dorilarini o'z vaqtida ichyapti. Men shunchaki unga ko'z quloq bo'lish kerak deyapman. Bo'pti, faqat shu, ha. Xo'p. dekabr payshanba. 2 yil o'tib men bugun Jessica xolamnikiga qaytdim. Siena, vaqt borida o'sha qizni yo'q qilishimiz kerak. Chunki u odam emas. Ba'zida iblis inson qiyofasiga kiradi. Buning uchun unga tana kerak. Yangi yil muborak. Ismingiz nima? Bu yoqqa bolalar, bu yoqqa kelinglar. To'g'riga qarang, tayyormisiz? Yaxshi. Xo'sh, shu yerda turamiz, xo'pmi? Rahmat. Keyingisi? Qani do'stim, bir kulib qo'y. Bolalar, Qorbobo bilan uchrashishga tayyormisiz? Nima so'raysiz? Kosmetika? Ha. Yoshlik qilmaysanmi? Bo'ldi, rahmat. Keyingisi? Gap qara. Bu unga yoqarmikin? Ishonchim komilmas. Jonatan hozir qora kiyim kiymay qo'ygan. Jonatan qora kiymaydimi? Janob Desmetal, a? Hozir unday musiqa ham eshitmayapti. Ulg'aygan shekilli. Yaxshi. Bo'lmasa u hozir nima kiyadi? Bilmadim. Oddiy kiyim. Hammasi tushunarli. Rahmat, Gap. Xo'sh, tayyormisan? Bo'ldi, rahmat. Xayr, Qorbobo. Luisvildan ancha yaxshi. Karl, sen haqsan. Tanaffus qilamiz. Bolalar kechirasiz. Qorboboni bug'ulariga yem berish kerak. Kech narsa deya olmayman. Tirikchilik. Biz ham tanaffus qilib olamizmi? Albatta. Bunisi yomon emas. Yomon emas. Shuni yoqtirasanmi? Ha, shunday. Yaxshi, u holda o'zing tanla. Dadangni mendan ko'ra yaxshiroq bilasan. Nimani ko'rding? Hech nima. Bo'ldingmi? Endi ketamiz. Yaxshimisan?
tashqari oilasida ruhiy kasallar ham bor. Buning ishga daxli yo'q. Otasi bir savdoyi, Artur masxarabozning muxlisi. Endi menga aytchi, masxarabozning jasadi qani? Bularning barchasi dalil bo'la olmaydi. O'zing sezmayapsanmi? Agar Jonatan Shou opasining foydasiga guvohlik qilmaganida, hozir qamoqda yotgan bo'lardi. Bema'ni gaplarni bas qil. Ko'rinishing yaxshi. Jarohatlaring ancha bitib qopti. Ha, seniki ham. Gabiga esa shu ko'rinishim yoqyapti. Xo'sh, nega meni ko'rgin kelib qoldi? Men seni sog'indim. Opa ukasini ko'rish uchun sabab kerakmi? Rostini aytsam, bilasanmi, men o'ylagandimki, Jessinikiga bugun ham borsang bo'lardi. Rojdestvoni kutish shartmi? Bugungi darslaring tugadi shekilli. Bugun bo'lmaydi, ilojim yo'q. Nega endi? Bugun meni bayram kechasiga chaqirishgan edi. Rostami? Yomonmas. Men juda Jonatan Shou, elingdan chiqib qolibsanmi, og'ayni? Bu nima? Yangi yil mo'jizasimi? Ahmoq. Siyana bu Cole, meni xonadoshim. Cole... Oh, ajoyib. Salom, sen opasimisan? Men sen haqingda ko'p eshitgandim. Salom. Ukang zo'r yigitda. Men uni o'zimni ukamdek yaxshi ko'raman, ishon menga. Aldama, juda yomon munosabatda bo'lasan. Unday emas, hazillashyapti. Ey xudoyim, bu yerdan tezroq ketish kerak. Siena Shou. Men sen bilan shu yerda ishona olmayapman. Hozirgina ukangga gapirib turgandim. Kechirasan, balki sal g'alatiroqdirman. Shunchaki seni ko'rganimdan xursandman. Miya fojiamizni o'z blogida muxlislar bilan muhokama qilar. Men noodatiy jinoyatlarga juda qiziqaman. Aslida sizning ishingizni ko'p yillar davomida loyihamda muhokama qilib boryapman. Bir o'ylab ko'rib javob berishga va'da bering, chunki bu voqea bo'lganiga yaqinda 5 yil bo'ladi. Muxlislar hayajonda, bu haqida biror yangilik yoki xabar uchun o'ldirishga ham tayyorlar. Men nima qilish mumkinligi haqida o'ylayapman. Masalan, mening bir kunim yoki men qanday taomlarni yaxshi ko'raman rukunlari. Shunchaki o'sha fojiadan keyin qanday yashadingiz? Qanday yashayapman? Ha. Qanday yengib o'tdikmi? Xo'sh. 5 yildan beri ruhiy kasalliklar shifoxonasidan chiqmayapman. O'lgan do'stlarim va yaqinlarimni siymosini har kuni ko'raman. Ular tunda baqirib menga uyqu berishmaydi. Bugun tanam dahshatli chandiqlarga to'la. Va har kuni ularni ko'rganimda hayotimizni buzgan o'sha ablah haliyam ozodlikda ekanligi haqida o'ylayman. Bularni barchasiga qanday chidayotganimni bilmoqchiman. Bekor berdim shu savolni. Hammangiz bir ko'rsiz. Zulukilar. Siyana, bir songa bo'lsa ham o'zingni insondek tuta olasanmi? Siyana, senga nima bo'ldi? Bugun uni ko'rib qoldim. Kimni? Qayerda? Gaybi bilan savdo markazida. Bu o'sha ekanligiga ishonching komilmi? Yo'q, hozir hech nimaga ishonchim komil emas. Nima rostligini ham bilmayman. Xo'sh, o'zi nimani ko'rding? U Qorbobo kiyimida edi. Qorbobo? Ha, bo'ldi. Buni qanday eshitilayotganini bilyapman. Ammo bu o'sha edi. Men buni his qildim. Bu hali tugamasligini bilamiz. Sen buni bilmaysan. Axir o'zing uni boshini uzib tashlading-ku. Yur bu yoqqa. Hoy, nima bo'ldi? Jonatan, sen menga ishonmayapsanmi? Ishonmayapmanmi? Ha, ishonmayapsan. Haqiqatan ham tirik bo'lsa, nega u yerga qaytish kerak? U o'lgan. Bu yerdan iloji boricha uzoqroqqa, sendan uzoqqa ketishni xohlamasmi? Balki unga men kerakdirman. O'zing shunday demaganmiding? Daho bola, nima endi mendan or qilyapsanmi? Kechirasan. Men yashashga harakat qilyapman. Ikkalamiz ham endi yashashda davom etishimiz, hammasini unutishimiz kerak. Ikkalamiz ham endi yashashda davom etishimiz, hammasini unutishimiz kerak. Hammasi tugadi.
Biz qizchani kech bo'lmasa yo'q qilishimiz kerak, Siena. Uni yo'q qil, chunki u inson emas, iblis. Xatlaringni saqlab qo'yganman. Ketganimdan keyin menga deyarli har hafta xat yozarding. Buni eslaysanmi? Iblis va vasvasa haqidagi fikrlaring. Sen vasvasaga tushgansan. Hech ham aqldan ozmagansan. Men Sen buni haq eshitishni edasan. istamayman. Yo'q, eshitasan. Ba'zida jinlar bizni dunyoyimizga kirishga harakat qilishadi, lekin buni yolg'iz qila olmaydilar. Ular